بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الموضع الثاني اشتنجورون وأما من المعتبر قبوله في صحة هذا العقد عندك kimning qabul qilishi o'sha desab qizningmi valisiningmi yo dadasininmi degandek mushu nikoh aqdi to'g'ri bo'lish uchun kim qabul qilishi to'g'ri bo'ldi degan masala fainahu yujadu fi shara ala darbayn shariatda ikki turga bo'lish mumkin buni ahaduma yu'tabar fihi ridal mutanakihin anfusihima birinchi turi nikoh qildigan qiz bilan yigit ikkisiningki hisob bo'ldigan turi ya'ni az-zawj va zawja imma ma'al vali va imma dunahu ala madman la yashtaritul vali fi ridal mar'atil malikati amr nafsa ya'ni baligh rashida bo'lgan ayol valisizmi o'zi nikoh o'qiy oladi to'yini qila oladi degan qarashga asosan valisizmi qilishi mumkin yoki vali bo'lmasa bo'lmaydi degan qarashda vali bo'ldi lekin vali bo'lsin vali bo'lmasa ish qilib shuni rozi qilmasa bo'lmaydi ish qilib bo'ldi vattani yo'taru fi ridal awliya faqat endi ikkinchi turligi shu qiz yigitninki valilarining so'zi hisob bo'ldigan ahvol masalan kichik bolalar bor kichik bolalarning valisidan hisob kichik bolalarning hisob bo'lmaydi demak dunyoda hozir cho'nglarning roziligi va kichiklarning roziligi deb bunda ikki turli bo'ldi deydi va fi kulli wahid min hadayn ad-darbayn masailu ittafaqu alayha va masailu ikhtalafu fiha demak ikkili shu turda ittifoq kelgan masalalar va ixtilof bo'lgan masalalar va ونحن نذكر منها قواعدها وأصولها ما كتبت biz hamma bobda qoida xarakterlik muhim masalalarni bayon qilib o'tilgan bo'lg'achqa shu bobdimi shunda cho'ng masalalarni bayon qilib o'tilmaydi fanaqul amma ar-rijalul balighun al-ahrar al-malikuna li amri anfusihim baligh hur er kishi ekan bu demak bu o'zining kelishimini o'zi qila oladigan to'liq qonuniy salohiyatga ega bunday kishi bo'lib qolsa fainnahu muttafaqu ala ishtirot ridahum va qabulihim fi sihhatin nikah bu qilgan nikohda shu to'y qilib qolsa o'zining shu uch roziligini ifodalamasa bo'lmaydi nikoh bo'lmaydi deb ittifoq unda deb qo'ydigan yo bunda majbur shu vaqtalafu hal yajburul abda ala nikah sayyiduhu wal wasiyyu mahjurahu al baligha endi ixtilof bo'lgan bir masala bor xo'jayin o'zining qo'l ostidagi qulini to'y qilishga majburlay olamdi rozi bo'lmasmi vasiy endi vasiy degan masalan bir odam o'lib qolsa yetimlarni qo'yib qo'ysin ammo yetimga xavalib pulni boshqarib turadigan shu manfaatini qo'llab turadigan shu yetimni topiladigan kishi yoki bir cho'ng odam bo'lsimi bu dalta o'zining manfaatini o'zi qo'llayolmaydigan qalbachimda bir odam bo'lsa buni vasiyga topshirmaydi uni qo'li iqtisodni vermaydi pulni shu vasiyga topshirib qozi shu vasiyni tayinlaydi shu kishi pulni tutib ma'lum qo'shqa tomoq yemak ichmak olib berasiz qishki kiyim kechakni ta'minlaysiz havo olasiz pul tutqazmaysiz deb yoki hajr qilingan kishiga bir vasiy bor va hajr qilingan shu safiy vala tusufaha amwalakum endi safiy 4 oyda pulni bakan bayan qilib turgan sarf qiladigan pulni tutqazmanlar dedi pulni tutqazmay vasiy tutdi ularga vasiy asho o'zi xabar olayotgan qul ostidagi shunda qalbatiga shuni nima odamga majbur uni rozi qilolmaylam to'yni qo'yish bo'lamdi ba'zanda sarang emas hamda uni to'rak g'avli bo'ldi-ku uni xarab turganda tag'isi bitib qoldir bo'ldi shularda uni rozi qilolmaylam to'yni qilaversa bo'lamdi demoqchi فقال مالك يجبر السيد عبده على النكاح İmam Malik xo'jayin qulini nikoh huzurlik bilan öppas bo'ldi rozilikka ketmaydi demak rozi bo'lsin bo'lmasin to'yni qo'yaversa bo'ldi وبه قال أبو حنيفة يعني أبو حنيفة مش قرشت بلبطه وقال الشافعي لا يجبره إمام الشافعي يا demek İmam Malik ولا إمام أبو حنيفة بقرشته إمام الشافعي ولا إمام أحمد بقرشته bu yerda imom abu hanifa asosan dalil nima desa alloh taoloning va inkihul ayyama minkum was solihina min ibadikum va imaikum ibadikum dedi imaikum dedi va inkihul ayyama minkum was solihina min ibadikum va imaikum sizlardan bo'ytaqlarni o'ylab qo'yinglar degan ayyama degan shay bo'ytaqlar ayol bo'lsin er bo'lsin was solihina min ibadikum degani qullaringlarning ichida yaxshi solihlarni o'ylab qo'yinglar degan va ilohikum degan dedeklar xudoga o'shada qullaringni o'ylab qo'ying dedi roziqlanmay o'ylab qo'yaversak bo'ldi demoqchi bundaki yana qiyos qilib buni setirtay deb qolsimi setirtalaydi turgan to'yni qilib qo'ydisi to'yni qilib qo'yaveradi debdi ama imom shafiy va imom ahmadlar majburlanmaydi debdi
Xuddi talaq qilgan chaqda bu taloqni majburlaymagandek nikohni majburlanmaydi. Qilmasdan pulni o'ylab qo'ydik. O'ylab qo'ygandan keyin xo'jayini aylanib qo'yib tursin deb majburlayapman-da yoki u pul taloq qilmasmi xo'jayin taloq qilib roziliksiz taloq qilinmaydi. Undan keyin mana masalada pulning roziligi muhim deb Imom Shafi'y Ahmad nazar qiladi. والسبب في اختلافهم هل النكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه؟ يا تلاش تعرف السبب هو الناس مش النكاح أش خجاين حقه مو يا كي أنه حقه مسموع. عند هذا قلنا مسلسة بدون دوري مزبوط كان بنشنا أخت وزقط. وكذلك اختلفوا في جبر الوصية محجوره. بعد إن عندك أش إجوغان وصي تصرفتن شكلنجان أش كشيجا كمال بلاد توينخ كويسا مجبور. أما مثلا مجبور إلى كوش بلامدو بممدو يعني أخش اختلاف. والخلاف في ذلك موجود في المذهب. بنودا تلاش تاش مشان مالكي مذهب تبارك. بنودا باش مذهب مو تلاش تاش بار. وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له أم ليس بمصلحة. المنظور له أشو أقل كم تكوغ آدم المنظور له يعني biz أشو غمني إدغادم شو كم أشو أقل كم بغن آدم demek şunun ki menfaati mi müşteri kılış menfaat emas mı bazı menfaat oluşu mümkün yani bu toyunu koysak bunun faydalı oluşu mümkün ya bazı şu aklı takımı çözülüp oңuşlup koyuşu mümkün ama ya ki bunun ziyanlı oluşu mümkün bu napas faydalanmay onun nurgun ıksat yani çıkılan çıkıtılgan demek müşahede faydalı olsa kısak buldu bunun faydalı bulmasa bu işek çıkımlı kılıp bunda ağırılıp bunu okumayınız dep alımlar şu an kılıp o. Demek bu menfaat mı? Menfaat emas mı? Demek menfaatini közlem tok, menfaatini közlemesek mi bulamız bununda? Ya ki bu fakat huzur alavatının masalası mı? Değil. Yani huzur alavat ise huzur alavatın bahriman bolsun dep öylep koysak mayli dedi gaş var et. Ve alel kavli bi ennel nikah vacibun yenbaghi alla yutavakkafa fi zalik. Yani nikahning hükmü de biz başta Cumhur sünnet degende zahirli vacib degende o. Zahirinin karşı vacib degen gap bolgan ekan, onun menfaatini va buni huzurlanamdı, faydalanamdı, onu qaramaymiz. Vacib bolgan ekan, buni nikahga qo'ya beramiz deyish kerak deydi. Va amma nisaa'llati yu'tabar ridahunna fil nikah. Endi nikahda roziligi e'tibor qilingan ayollar qaysi degan masalaga kelsak, fattafaqu ala i'tibar ridat sayyibil baligh. Balag'atga yetgan sho'kanning aniq roziligini hisob deydi. Niqoli salsam at-sayy va at-tayyibu tu'ribu an nafsiha. Sho'kan degan o'zining ko'ngligini aniq ifodalaydi. Illa ma hukiya an al-Hasan Basri. Hasan Basri balki tayyib ma jim to'sa ya rozilig'an bilan vali qilib bo'ldi degan bo'lishi mumkin. Demak bu asosan ittifoq. Diyalek degandan vali ketma degan gapdan. Ya vali ketgandimi, vali nikahni shu erlar sonunda qilgan taqdirdimi, sayyidning sho'kanning roziligini elib, undan qilish kerak. Qanday bo'lsin, o'zi shu so'rinda o'zdisin yoki burun deb shu so'rinda undan nikahni valisi orqali qilsin. Hiçbir ahvalda şu razılık ifadının doğan buluş gerek değil. Bulmasa nikah bulmaydı. Yani zıcıtta la nikah illa develi geldik esirlik lan hazır. Bu ayalının sözünü onda sorap bakmayın, okunmayla veliyle kılızdığın ahvalı şeklinde. واختلفوا في البكر البالغ عند طلق بلاغة etken kısılıp kalsa bunu da ıhtılappa ve fi teyyibil gayril balغ kana balağatki yetmegen lekin ma'lum sebepler tüfeydin çoğun bulup bağın kıl. Yani küçük kızlar eken bu. 8 yaş, 7 yaş. Yani bunda küçük çağıldan da o küçük toyunu kılıyız. Bunda normalde toyunun alıqı maksuduna vücut çıkamaydı o küçüklerden. Lekin bazı ahvalda bazı masalını köztüm anda küçüklam nikah kuyruğa işli bak. Siyasi toy var. Kabilini yarıştırılgan, işte devletini birbiriga yakınlaştırılgan, aynı kıl iki ailini yakınlaştırılgan, adavatını tüyütülgan. Aynı bir ahvallı da, yani küçük nikahla koyuşpan. Çünkü onu saklasa, kızın çoğunluğu saklasa, bu nima koldan ketip kalır. Şu Resulullah'ımı Hazreti Ayşe'ni 6 ya 7 yaşında nikahla koygan. Lekin priyad bo'lgan vaqtda 9 yosh yig'ilgan ekan. Şu anda küçük nikahlaşpan. Bu küçük kız ola, balag'at ketmabdi. 9 yaş ne adet normaldemiş balağat ki insan toyun çekilmesi de parayla. 9 yaş yetmekte ya balağat yetmekte. Lekin malum sebepler tüfeyliden bu çoğkan bulaptı. Ya bir hadisi uçuraptı mesela. Her xil vakayı uçurap bu kızlıkını okuttu. Şuna kişi kız var ki. Yani şu toyunu kılmaz yoğan çağda razıdan iş gerek mi? Ya ki bu hükmen çoğkan boğandı ki çoğkan hoşu ifade iş gerek mi olmuş.
ma lam yakun zahara min hal fasad. Buningdan hamda zina fahisha bunda ahvollar ko'rilmagan ahvolda, axloq buzib ketmagan ahvolda deydi. Axloq buzib ketmagan ahvolda, ya'ni hayot qilgan ahvolda, o'chada ashuning roziligini olamdiq, ammamdiq deganda xilof tashladi. Olimlarning o'tirda hozir xilof bor. Chunki ayollik qiz bola uchiq demaydi, ma'qul tigay demaydi. Jim turgan. فأما البكر البالغ فقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى بلان ده بلاغت كتكن قزوالنا قدر اندطا للأب فقط أن يجبرها على النكاح دادسلان مش قزنا özden قزنا مجبوري تنقل تعالي دور ما شون قزوالنا شيء دادسه zaten تنقلما دبلان etçiz bir vesile ötüdü. Tadislan. Bunun işide Leys İshaq, İmam Ahmed'in bir rivayet köpçülük alımlı iken. Ve kâle Ebu Hanife ve Thawri, bu İmam Ahmed'in bir rivayet. Vel Evza'i ve Ebu Thawr ve Cema'a, buldu mu köpçülük iken ona. La budde men a'tibar rıdaha. Razıkla Müslüman maydodur. Ve vafakahum Malikun fil bikril mu'niseti ala ahadil kavleyni anhu. İmam Malik hem de ikinci karıştaki alimlağa manda bir ahvalda katlıktı. Qanday ahval desa, uzun o'tirib ketgan qiz bola. O'tirib qolgan emizg'o, monisa. To'y qilish vaqtini o'tib ketib qolgan. Anusa deydi hozir. Ma Sodarbiston, Kuvayt, Imarat tarafda mushkulotlar anusa. Qizlar uyda uzun o'tirib ketgan, to'y qilishni tez, qizlar to'y qilolmay, ammo o'tirib ketgan ahvol. Bunda bir ahvol bo'lib qolsa, Imom Malikga ikki rivoyatning birisidan undaqda roziqni olish kerak. Demak, masalan, qizlarning 20 yoshda to'yini qilgan bo'lsa, bu 30 yoshda. Bu chog'da buni roziqni o'zlaydi. Bunda ahvolda bir tatmin ketmaydi. Ama to'g'ri shishida o'tib ketgan ansiraydi. Lekin bo'ldi deb aniq ifodalashga oldiradi. Bundan da o'zining roziqini olamiz debdi. O'zining roziq bilan qilamiz debdi. Va sabab ixtilafihim muaradu dalil xitob fi hadal umum. Ammo talashlar sabab bo'lgan narsa dalil xitob bilan dalil xitob yani mafhumul muxolifa. Bir oyat hadisdan chiqadigan mafhum muxolifa bilan bir oyat hadisga umum siyg'isi zid kelib qoldi dedi. Va dalika anna ma ruya anhu sallallohu alayhi vasallam min qawlihi la tunkahul yatimatu illa bi izniha. Yetim qiz faqat ijozat bilan, rozilik bilan andin nikohi o'qiladi. Ve qawluhu tustamaru yatimatu fi nafsiha. Yetim qiz o'zining to'y ishida ra'y elinadi degan so'zdir. Buni Imom Abu Dawud rivoyat qilgan, Imom Ahmad rivoyat qilgan. Endi mushahidisdan dalil xitob chiqarsak, mafhum muxolif chiqarsak, anna zatal abi bi xilaf yatima. Yetim degan dadisi yo'qdi. Endi dadisi bog'lab qolsa, ra'yna musam bo'ldi degan gap chiqdi. Yetim bo'lsa, ra'yni olishing kerak dedi. Yetim bo'lmasa, ra'yni olmaysan degan. Yani dadisi olsa, ra'yni olishmay dadisi qiladi degan bir mafhum muxolif chiqdi dedi. Va qawlu sallallohu alayhi vasallam fi hadis Ibn Abbas radhiyallohu anhu al-mashhur wal bikru tustamar. Mana Ibn Abbasning mashhur hadisda Sahih Buxoriy Muslim rivoyat qilgan al-bikru tustazan deb keldi. Bu shunda rivoyatda qizlarning ijozati ilindi deb kelgan. Bundan nima chiqdi? Yujibu bi umumihi istimar kul bak. Qanday qiz bo'lib qolsa, yetim bo'lsin, yetim bo'lmasin, balog'at yetgan qiz bo'lsa, buningki ijozatini, ma'qulligini olish kerakligini bildirdi. Val umum aqwa min dalil xitob. Endi bu hadisga umumliq, yana bir hadisga mafhum muxolifi ta'tir qumbag'o, mafhum muxolifidan kuchli. Dadisi va qiz bo'lsa, dadisi uni ra'yini olmayman to'y qiz bo'ldi degan. Endi ma'noda qanday qiz bo'lsa ra'yini olamiz dedi. Undan keyin ma'noga umumliq kuchliq deydi. Ma annahu kharraja Muslim fi hadis Ibn Abbas radhiyallohu anhu ziyadatan wa annahu sallallahu alayhi wasallam qala wal bikru yasta'zinuha abuha. Qizlarning dadisi uning ijozatini oladi deb keldi. Va nassun fi mavdil xilaf min talash tatish masalasida bu aniq talash tatishni ayiradigan, hal qiladigan dalildir. Nas uchiq aniq ifodlaydigan dalil. Demak, mavodi tarjih. Imom Nurish ta'zir Imom Malik va Imom Abu Hanifaning birga tug'an qarashini tarjih qiladi. Imom Malik bir qarashda Imom Abu Hanifa bilan qatilgan, cho'ng'ilib qolgan, vaqt o'tib ketgan qizlar. Shu qarashni tarjih qilyapti. Bu qarashni shu bir necha hadislar bor. Dadisi majburiy to'y qilib qo'ygan chog'da bu qizlar Rasululloh shikoyat qilib kelib, "Meni dadam tasining o'g'liga majburiy nikoh berdi. Men yoqtirmayman" desa, Rasululloh ixtiyorlikni bergan. Demak, tarjimonning buzutaliga huquqni bergan. Mushimo mushqarashning kuchni ko'rsatdi. Ya hozir velisi yo'q holatning gapi emas. Velisi bor holat, velisi bor. Velisi bor holatda ma qizning ra'yini ilib to'y qilindi, ra'yini olmay u majburiy to'y qilib olamdi degan masala.
Ya Muhammed'e hazır o velisiz evvel emas mı? Velisi ba turib kızın rayını ammaylam toyunu kılırtış meselesi. Bu bunun çıkıntı. Velisiz nikah kılışmaz. Bağı velisi ba olsa Ebu Hanife ve bir Türk'ün alimler aşkının rayını ilişkiler. Hazır velinin gibi ne koydu? Velinin meselesi. Veli hazır kızın rayını ammaylam mecbur toyunu kılıvertti. Toyunu kılıvertti ama hatalar. Rayını ilişkin gerekli deyimiz. Hem de o kızın rayını kin aptırmayısın. Toyuk bağını ağını kızı razımasken. Yok, ben tekme ettim, dadamı mecbur toyumluk koyuptu desem, bu uçakta toyunu bekar kılıtacak hakkı var. Dada kızbalık demeydem, toyluk, onu kılıp, baylık, bağaklığını takip, hemen kılıp, koğa vaktida, yıkalığa vaktida. Demeydem, dep durvasa, şu kıygan işlerden hemen müzaleydi. Müzaleydi. Arkasında kıygan işlerden hemen. Müzaleydi. Ve emmet seyyibul gayril balir. Hatta yukarıdaki her kıl hadislerden seyyib bulup kalan kızcak kersek, فإن مالكا وأبا حنيفة قال يجبرها الأب على النكاح. Bunu dadisi nikah mecburlaplam tınık koyar devlet. Çünkü bu küçük olan nikah ama وقال الشافعي لا يجبرها. Bunu mecburlanmayı devlet. Yani İmam Şafii'nin tutkanı ise İmam Ahmed'in billah celletemdi. Bu bağlı olup olan bir kız olsa mecbur tınık kılıtalı değil. Lakin bağlı emasken bu. Bağlı emas. Malum vakaldın, sebepler çıpayldın, kızlığını okutken. Bu çoğukan bulup gitti. Bunu mecburlusu bulmaydı değil. Ebu Hanife'nin tutkanı ise onun intihar hakkında şirketliktin. Davetkan karşı kalır. Hakikaten mi? Delilden koşar. Hakikaten. Delilsizlemeniz. Hem de aşk kişilerle razılığını bulduysa, 7 yaş, 8 yaş kızlarla, bu menfaatini bilerler ama malum bir hadis olup da yukarı yerden çıkıp da ya tenterbiye kılıp yok tuttu olmasın. Her kız yoktu. Ya zenkesi pişirip deydi. Aşı 7 yaş, 8 yaş kızlarla menfaatini kuarlama. Mağa yapalım. وقال المتأخرون إن في المذهب فيها 3 أقوال. Müteahhirun diye müşahede Maliki mezhepteki kim kâge alimler demek. Yani İmam Malik ve şagirdlerden kim kâgeler? Bula Maliki mezhep şu karışlar etti. Kavlun innel ebbe yüzbiruha mâlem ba'da talaqı. Şikoyunu koydu. Bunu koyduğunu ki talak kılıvetti. Talak kılıvetkenliği kimi bulağa gitmeye ahvaldı bolsa. Bu seyyib. Şu toyunu kılıç bardı da. Bulağa gitmiş toyunu kılıç bardı da. Hazreti Ayşe'nin gene toyunu koydu da. Kişinin toyunu kılıç bağ, şunun kişinin toyunu kılgan çağda çoğunların gibi yaptı da. Toyunu kılıç bağ. Yani toyunu kılgan çağda kişi toyunu kıttı. Kendi yani o 9 yaş bir balağa yere talak kılıçtı. İşte ailenin onası büzül gitti. Demek talak kılgan dikemi balağa yetmekti bu. Yani 8 yaş dikem mesela. Bu çağda dadisi bunu mecburlar öğretti. Babırık bu karaş. Bu eşhedinin karşı iken. Yani bir karaş balagat yetip boğan boğazıma yani mecburlar öğretti. Mecburuha ve in balagat digine adira kişi vaktida çoğun buldu işte ama bazı sebepler etmedi. Şimdi bulup andın şunda ahvalda balagat geçti. Bu çağda yanlar bu seybuma yani kızalı okşaş dadisi mecburlar öğretti. Ne demek? Şunun bu sahnının karşı iken ve kavlun innehu la yücbiruha ve illem tablug. Yani bir karaş İmam Şafii'ninki okşaş seyib bulup kalan kişi kızıla kim balagatga yetmegen ahvolda ayni kishga altidimi mecburlamaydi debdi. Bu İmam Şafii'ninki o'xshab qolgan qarash. Va qavli Abi Tamam, bu Abi Tamam kim? Ali ibn Muhammad. Ali ibn Muhammad Fiqh Muqarranda kitap yozgan bir Bag'dodlik Maliki mazhab olimlaridan ekan. والذي حكيناه عن مالك والذي حكاه أهل مسائل الخلاف. Biz İmam Malik'te rivayet qilgan ashqarash Fiqh Muqarran meseleleri kitap yazgan, alimler nakl qilgan qarash şöyle. Demek İmam Malik'in qarshini ifodalashda hozir Maliki mazhabining olimlari ixtilof qilib ketdi. Bizning mazhabimiz mandat dedi. Yani bir siyaq bizning mazhabimiz mandat dedi. Mazhabni belgilashda talash tartib bo'ldi. Lekin Ibn Qassarga o'xshash shu Fiqh Muqarranda kitap yozganlar İmam Malik'ten rivayet qilgan qarash başta biz rivayet qilgan qarash şöyle. Yani İmam Abu Hanife bilan billah turgan qarash shu. Ibn Qassarni kim degan to Qadi Ali ibn Umar al-Baghdadi Abul Hasan. Bu şu Kuduri'nin zamanında yaşayan, Bagdad'da yaşayan Maliki mezhep alimlerden dedi. 397-yilda vafot bo'lgan Bagdadda. Ali ibn Umar al-Baghdadi Abul Hasan ibn al-Qassar. وسبب اختلاف معارضة دليل الخطاب للعموم. أنبياء ثلاثة سبب بغن ناسا دليل الخطاب لا عموم ذكر قلده وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها ولا تنكح اليتيمة إلا بإذنها. ما منك دليل الخطاب dadisi va qizbola ruxsat muslim bo'ldi qizoldan tamam. Peki yetim degan so'z almishadi. Yetim degan bu ehtimollik bor. Yetim degan rast kichik dadisi kichik vaqtda o'lib ketgan shu kichik holatida degan bo'lishi mumkin. Kichik vaqtda dadisi o'lib ketgan kim cho'ng'olgan qizol bo'lishi mumkin.
Şu Kur'an-ı Kerim'de "Atul yetama amwalahum" dedi. Yetimlere mallarını bırakın. Yani yetimler yani bir itibar makane. Yani kişi vakti yetimde hali burada balagat ketkenlikken andın onun mallarını kolu tutulunlar denge. Bu bir itibar makane. Meğerke ne olmuş da ihtimallığı var. Raşnandan şu yetimlik degan balagat ketuldu deydi. La yutma ba'dal hilm. Balagat ketkenki yetim deb atalmaydi. Çünkü yetim deb atalsa itibar makane. Balagat ketken bir vacib. Lekin bazı alimlar da balagat yetkendan keyin aqloshi toza o'zing manfaatini ko'zlab pulni tutolmaydigan bo'lsa, bermaymiz, keyin andin o'zini to'xtatgandan keyin bermaymiz deydi. Shuni rushd masalasi. Abu Hanifam da rushni 25 yaşda to'xtatdi. 25 yaşda "Ben a'lastum minhum rushdan" dedi. Shulardan yani pulni joy tasarruf qildigan, endi aql o'sha joydilikni istisanlar dedi. Bu rush degan qachon bo'ldinsa balogatdan keyin bo'ladi. Bu da desa rushdni balki ba'zi kichik bolalar rushd bo'ldi. Qashqarda masalan 10 yosh, 12 yosh bolalar degan usta tijoratga. Çoğ adamını erşirtida ticaretde. Hem de bazı çoğ balalar çoğunun cahilliklanmaydığı bunda. Çoğ bunun ölçümünü Ebu Hanife 25 yaşta belirledi. 25 yaşta asasen cahil var koyar. Atandı adışıp etken. Geyderden alıp çoğulan kudalar itimizde olmalıyız mı? Tabi sayat olsa itim bunlar. İtimigen daha su ürek gitken. Demek bu şu hadislerdeki delil kitabını gösterip duraldı. Yukarı meselede okşaşlanımda. İlla ma ecma aleyhi cumhur min istimar teyyibil balig. Tekatlamamda cumhur asasen bir yakagen bir mesele vardı deydi. Bu balagat ketken, teyyib bulup kalsa, çoğun bulup kalsa bunun özünün rayini erişmesi yani. Demek bu yada dadisivanın buyruğunu almayınız diyen gep çıkıda mağındı neydi ha? Hadistin. Yetimning hadisidan dadisi va qizning rayini almasak bo'ldi. Yetimning rayini olsa degankin, dadisi varniki rayini almasak bo'ldi dedi. Lekin dadisi varni yani cho'kan bilan qarshi, ya'ni rayini olamiz degan gap bor. Va umumu qavli sallallohu alayhi vasallam "At-tayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha." Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadisning umumi analiz keldi. "At-tayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha" dedi. Cho'kan bunun velisini bekrak o'zida qiladi. Yani o'zining razini o'zi ifodalab nima qilish kerak dedi. Yetenavlul baligh ve gayril baligh. Tayyib degan so'z hozir balogatga yetgan bo'lsa, mazmun zot cho'kan bo'lib qolgan bo'lsa, cho'kan deymiz deb turib. Imom Shafi'ning dalili. Va kada qawluhu la tunkahul ayyimu hatta tustamar va la tunkahul al-bikru hatta tustazan deydi. Mana bikr yo'q ekan, lekin mana shu bikr bo'lish kerak. Shunama? Demak, ayyim degan misol cho'kan hozir. Cho'kan. Mishada cho'kandan zodi aniq ifoda olamizmi? Buyruqni olamiz yoki rayini olamiz deydi. Ondan nikoh o'qigan gap. Wala tunkahul bikru hatta tustazan. Qiz bola ijoratini ondan o'qiymiz. Tustamar bilan ustazanning ikki qism farqi bor. Tustazan deganimiz uning ijoratini olamiz. To'yning salamda qilmamdoq, ma'qulmi degan ekan, gap qilmay tursa, ha degan ma'qul deganlik bo'lsin ama. Lekin tustamar degan cho'g'a, tustamar degani rasm buyruqni olamiz degan gap. To'yni qilamda qilmam degan deb zaki ifodasini olgan. Şu izin degan chimto'sin ma'qullikni bildirdi. Lekin istiqborda buyruqni aniq ifodalash kerak. Ra'yini aniq ifodalash kerak dedi. Yadullu bi'umumihi ala ma qalahu Shafi'i. Mana umuman olib aytsak, shu ayyim hatta tustamar degan gap bor mana. Shuning uchun bu qiyin bo'lib qoldi bu kichik model. Lekin to'g'risi shu Abu Hanifaning to'g'ri. والاختلاف في هاتين المسألتين سبب آخر. أم جبر كإيش كمسألة تلاش سبب بقى يعني برمسألة واحدة. وهو استنباط القياس من موضع الإجماع. إجماع كاجن أورنغا قياس كلشتي. قندا وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأباء يجبر الذكر غير البالغ. البلاغة كيتنين كشكزول وقاسا تدبنا rayini olmaylam o'zimizga to'yni qilib bo'lib teshnama ittifoq kelgan buningga yana balog'atga yetgan cho'kanni majburlanmaydi deb balog'at ittifoq kelgan ishtama ikki masala ittifoq keldi illa xilofan shazdan fi majmi'an lekin bundanda bir tutam yo'q bir talash bo'lsa-mu asosan ijmo desak bo'ldi talafu fi mujibil ijbar bular ijmo kelib bo'lgan ekan mishada majburlashni nima keltirib chiqargan mecburlaştı mı şayet nima keltirib chiqadi illat nima mecburlaştiki deganda ixtiloflashdi ya'ni mujib degan shart ijbarlashni keltirib chiqargan narsa hal huwa al bakara bu qizliqmi yoki kichiklikmi agar kichiklik desa deydi balog'atga yetgan qizlar kichik bo'lmagan ekan u majburlanmaydi deydi Roman qala bakar degancha balog'atga yetgan qizlar bo'lganki bu qizlik bo'lganki majburlandi ammo kichik sayyib bakar bo'lmagan ekan mecburlanmaydı dedi. Yani bu Şafii'nin karşı.
Ve men qala kullu wahidin minhuma yujibul ijbar. Endi yana bir ihtimalimlar qizliqmi, kichiklikmi, ikkisi har biri majburlashga yaraydi shu. Deb qarasa, yani har biri yolg'iz bo'lsa majburlashga yaraydi, ikkisi tanglab qolsa albatta debdi. Qala tujbirul bikrul baligh va tayyibul ghayrul baligh. Yani kichiklik var bizda qizliq var. Ve ta'lil avval ta'lil Abi Hanifa. Abu Hanifa'ningki birinchi illat ko'rsatish Abu Hanifa'ning illat ko'rsatishi. Yani Abu Hanifa bu yerda kichiklikni nima qildi? Majburlashning illati kichiklik deb qaradi. İkincisi Al-Bakari degani Shafi'ning qarashi. Uchinchisi Al-Bakari bilan ikkinchisi degani Imom Malikning qarashi. Wal usul akthar shahadatan li ta'lil Abi Hanifa. Endi islom shariatidagi boshqa dalillarni, boshqa voqelik hukmlarni, qoida, xarakterlik shariat ruhini ilib etsak, Abu Hanifa'ninkiga shuni qo'llaydi, shuni guvohlik qiladi. Yani bu tercihat. Abu Hanifa'ning bunisini tercih qiladi. Mushkushliq zodi Abu Hanifa. Vaqtalafu fi thiyubati allati tarfa'u al-ijbar. Endi qandoq cho'kanlik bo'lsa bu majburlikni ko'tarib o'tadi. Chunki buni tutirjiqdir. Qandoq cho'kan bo'lsa andin buningdan majburlikni ko'tarib o'tadi. Yani majburlanmaydi valisi. Ha? Yoki bunday desakmi, bimada tusbihul bikru sayyiban desakmi bo'ladi. Qandoq ishi bo'lsa qiz cho'kan aylanadi. Va tujibun nutqa birda awra. Qandoq narsanda iniq ifodalash kerak holat keltirib qo'ya oladi dedi. Ya yoqda iniq ifodamiz bo'lmaydigan cho'kanlikni keltirdi. Fadahaba Malik va Abu Hanifa ila annaha athiyubat allati takunu bi nikahin sahihin aw shubhat nikahin aw mulkin wa annaha la takun bi zina wa la bi ghasban. Mana Abu Hanifa shar'iy qonuniy bir nikohda bir yashiqni bosh qo'ygan bo'lsa yoki shubhat nikoh ba'diniganda kelaqida almash ketib qoldi deb bu shubhandi. Bizning ayolim deb o'ylab qilib yaqin kelib qoldi. Boshqa birisini ayoliga o'xshab yaqin kelib qolgandek shubhat nikoh. Yoki boshqa bir nimani masalan mahram qilgandan uqmay halol bo'ldi deb nikohlab ilib bilolab qoldi. Masalanchi, o'sha shubhat nikoh deydi. Shuni xatolik bo'lib qolgan. Aw mulkin yoki masalan xo'jayin dedekki yaqin keladi. Shu dedek qizgan, u xo'jayin yaqin kelgan bo'lsa, cho'kan bo'ladi. Yani bu hammasi qonuniy hozir bo'lg'ashlar. Bu jinsiy narsa qonuniy bo'lgan bo'lsa, cho'kanlik o'zgaradi. Va anna la takunu bizina va la bighas. Demak, qonunsiz ma'ishan. Zina degan, zankaysizlik, bosqinchilik va kazalar bu qonunsiz. Shariat e'tirof qilmaydi. Shunama, nima manda bo'lib qolsa, shunda ahvol duskarsimi? Bu shar'iy nikoh bilan jinsiy munosabat qilgan ekan, ya'ni qiz hukmida bo'laverdi. Yani cho'kanlik aylanmaydi demakchi, Abu Hanifaning qarashi. Xuddi buningda nima desak bo'ldi. Kullu amalin laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Zina va g'asb islom e'tirof qilmaydi. Naqshlar zulm deb qaraydi. Undan buni hisob qilmaymiz degan qaraydi. Va qala Shafi'i, Imom Shafi'i, Imom Ahmad, yana billah, kimdibdi? Kullu thiyubatin tarfa'ul ijbar. Qanday cho'kanlik bilan bo'ldi ekan, bu majburlikni ko'taradi. Bu cho'kanlik hamda qanday ahvolda g'asb, zina bo'lsin yoki shunda bekarni o'qitib qo'ygan tantarbiya bo'lsin, boshqa hodisa bo'lib qolsa, tayyib bo'ldimi zodi? Bu majburlikni yo'qdir. Shuni kichik qiz olmas tayyib bo'lib qolsa, u darsi majburlanmaydi. Zenga chiqishran bir qiz olamasdan, bu majburimdi. Cho'kan bo'lib qoldi. Bu chaqda bu aniq ifodamiz bo'lmaydi. Va sabab ixtilofin hal yata'allaqu al-hukmu bi qawlihi sallallohu alayhi vasallam at-tayyib ahaqqu bi nafsiha min waliha bi-thiyubat ash-shar'i. Ana o'sha at-tayyib degan so'z shu Rasululloh muhaddisida shar'iy cho'kanlikka chetishlikmi yoki lug'at cho'kanlikka chetishlikmi? Biz shar'iy cho'kanlikni ham shu nikohlar, ya'ni nikoh deb o'ylab qilib bo'lgan jinsiy munosabatda qizlik yo'qolsa, andin cho'kandek turibsizmi? Endi lug'atchi, ayni hadisida boshqa vakazalda qizlik yo'qolib ketsa, bu cho'kan deyiladi bunda. Lug'at taraf. Demak, bu lug'at tarafga chetishmi, shar'iy tarafga chetishmi? Albatta, shar'iy tarafga chetishlik bu. Shariatning o'zini bas qilayotgan ekan, shariatning o'zini hisob qilamiz. واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح. Kichik o'g'li bo'lib qolsa, dada buni nikohga majburlaydi. Biz yuqori deganda, kichik bolalar to'y qilsa, to'yning foydasidan bahramand bo'lolmaydi. Buning ko'zgan nishonning hammasi vujudga chiqmaydi. Lekin ba'zi bir nishonlarni ko'zlab kichikda to'yni qilib avvalli boramiz. Yuqori degandek podshohlar, davlatlar ara, ikki qabila, ikki oila ara adovatni tugutish va kaza ma'lum bir nima ko'z tutib, nikoh qilib ahvol bor. Bunda avvalda dadasi kichik o'g'lini balog'at qilgan o'g'lini majbur nikohlab qo'ya oladi dedi. Bu aniq qondir. Bunda hamma olimlar ittifoq qilgan.
وكذلك ابنته الصغيرة البكر يعني بلاغة إنك قزنما مجبور تلقى قيادة عائشة نقيان دك نما ولا يستأمرها onun rayneler onun ırzaki ifadesini anmaydı öyle. Neymişim? Çünkü küçük valla özün menfaatini kullanmaydı. Derdise menfaatini bekerek buldu. Çünkü hayat tecrübesi var, dünyacık kışını görgen, hem balışkımı, mehri şefkatlik, hem menfaatini gözleydi. Onun zina iş kılmaydı. Yani bunun delili, mertebede enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tezevvece Ayşe radıyallahu anha binte sittin ev seb'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha'nı 6-7 yaşında nikah kılgan. Ve bana biha binte tis'in. Ama bir yaşta baş koygan vakti 9 yaşı genç çağda. Bir inkah Ebi Bekir'in Ebiha radıyallahu anh. Ve bu nikahını derdise nikah kılıp bir etken. Resulullah şükür etken. Şükür et, sonra keyin andan hicret qilishda ilgari Abu Bakr orqali nikah qilib, keyin Nazirda Aishaga so'zlab bergan. Hamda shukriga agar Alloh taolo nima qilgan tushi olsa, o'sha vujud chiqdi desam, rasmda vujud chiqqanda keyin so'zlab bergan. Ana bu Hazrat Aisha unda kichikka nikah qilib berish sababmi? Nurg'un masalihlar ko'zlangan ish. Albatta, balag'a yetishdan ilgari bilamiz hali. Buni bizga e'tiroz bilmaydi-ku. Balag'a ketgandan bilib oldi. Arabning odatda 9 yoshda balag'a ahvol bor. Balag'a bo'lgandiki, bizning deyarga o'xshamaydi. Arabning odatda masalan Misrda shunday bor. 10 yoshli qizlar bizning 15 yoshli qizlardan cho'ng. Shunga endi mazhabda qizlarning balag'a yetishdan cho'ng yosh qaysi 9 yosh. Shunga 21 yoshda cho'ng bo'lgan ayol bor. 21 yoshda cho'ng bo'lgan ayol. Nikahlar mesela balag'a yetishdan burun bir bo'lish cheklanib yo'qmi? Dillosa masala o'zi chiqmaydi. Bu sünnet xilaf değil, aqallisin. Ondan alaka to'yning bilolashga maqsad o'zi chiqmaydigan bo'lgan ekan, u balki bir ziyon urishlar istirishi mumkin. Ziyon urib qo'ydimi? Qarasayapti. Balki hayoti xavf yetadi yoki favqulodda bir kuchunga ahvol chiqib qoladi, qansirib ketadigan ahvol bo'ldi. Shu ya ruhiy zar bo'ldi, nas bo'ldimi? Rasululloh sunnati qaysi? Rasululloh sunnatida ish yo'q. Balog'at ketgankin andan bilolash. Uni cheklasak bo'ldimi? Unda burun unda yo'tkab olib qo'yishni cheklasak bo'ldi. Hozir unda kishi to'y qilishim yo'q-ku. Shunda ahvol bo'lib qolsa, yo'q mana Rasululloh bunda kishi nikah olganda do'li qilib turib, andan mollamdim desa, bunda apaga ahvol bo'lsa, lekin yo'tkab olib to'xtamiz. Hazrat Aisha apaga rastlikin bo'ygatgandan yo'tkigan desa. Demak, 6-7 yosh chaqda deb kelgan rivoyat, Buxoriy Muslim rivoyati, har xil rivoyat kelib qolgan. Illa maruya min al-khilaf an ibn Shubrma. Ibn Shubrma biz Kufa qozi bo'lgan Imom Abu Hanifaning zamonida qozi degan tursinama. Demak, bu nima debdi? Ay kichik qiz oldimmi? Ijozat olmaydi. Demak, bu yerda ittifoq borki, Ibn Shubrmadan anda bir qarash keldi. واختلفوا في ذلك في مسألتين. أنا بدون مناسب إشكال مسألة إطلاق قال إحداهما هل يزوج الصغيرة غير الأب؟ كبر قزول وانده. bunun dadısı yok ki ya dadısı bolsun, dadısından başqala to'yib qo'yalimda ish qilolman. Mana bu ixtilof. Dadıdan başqasa ish qizolga dadıda ko'rmaydi. Masala shu. Va thaniya hal yuzawwiju as-saghira ghayru al-ab? O'g'ilnimi dadıdan başqa kishi o'ylab qo'yalimda. فأما هل يزوج الصغيرة غير الأب أم لا؟ فقال الشافعي يزوجها الجد أبو الأب والأب فقط. Qizlarni İmam Şafii dadisi ya dadisining dadisi bo'lgan cho'ng dadisi ikkaylallam to'ynib qo'yalaydi, yasib qo'yalaydi deb. Onusunda so'sim bo'lmaydi. Onusunda so'sim bo'lmaydi. Chunki u meros masalasini taqvo bu jiddiy sahih bo'lmaydi u. Undan ekan eng ko'yishga loyiq kishi mushkillanmoqchi. Demak, boshqa nima qilsa, boshqa har xil g'arazda ya bira boshqa xushamad qilib mansab erishish, ya bir og'indachilikni o'zini qilib nima qilish, ya har xil pul mol dunyoni ko'zlab qilib qizlarning manfaatini ko'zlama qiladigan ahvol bor. Lekin dadisi ya cho'ng dadisini qilsa bo'ladi demoqchi. Imom Shafiy bilan Imom Ahmad bil emas. Yoki bo'lsin bir rivoyati bo'lishi mumkin. Chunki Imom Shafiydan bir necha rivoyat kelgan shunda. Va qala Malikun la yuzawwijuha illa al-ab faqat. İmam Malik dadillam yatib qo'yalaydi, undan boshqamas. Imom Malikdan, Imom Ahmaddan kelgan bir rivoyat bo'lsin. Aw man ja'ala al-abu lahu zalika. Yoki dadisi ashini topshirgan bir odam bo'lsa, ash qalaniga mush qizini apirangda topilgan bo'lsa, tayin qilib turib, ana bo'ldi. Illa yukhafa alayha ad-da'a wal fasad. Amma bir ahvoldan bo'lmaydi debdi. Ash qizning zoya bo'lib ketib, ya axloqsiz bo'lib ketgan, bir
ziyan yetadigan ahvol bo'lib qolsa bo'lmaydi dedi. Va qala Abu Hanifa mushma Imom Ahmadning bir rivoyat. Bu diyorlar daddan boshqa adam vali bo'lib qo'yish kerakmi deydi. Daddan boshqa adam vali bo'lgan ahvolda tayinlanib amdas vakil qilinibdi. Mush qizimning bir planiga qizimni yasib qo'yishlar deb presi tapilibdi. Dadisi tapilibdi. Dadisi tapilamasa zar bo'lmaydi deydi. Dadisi tapilibdi. Chunki dadisi tegandek bo'ldi bu ish. Lekin faqat ma'lum bir tarafdan bir ziyon, ya axloqiy yoki boshqa bir tarafdan ziyon qilgan bo'lsa bo'lmaydi. Dadilab qilish kerak. Dadi qilmagan ahvolda endi ensirimga ahvol bo'ldi. Masalan, turmulik vaqtida dadasi birasiga tabilab qo'ygan maqsadimda turib bilamaydi mesela qanday odamlik bo'ladi odamning ahvollarini aytadigan. Ya boshqa yurtda masalan. Endi Abu Hanifa Imom Ahmaddan bir rivoyat kelibdi. Yuzawju sagirata kullu man lahu alayha wilaya min abin wa qaribin wa ghayri dalik. Aşı qizga vali bo'la oladigan kishi bo'lsa, avtoyni kishi, tog'isi valining unda tartibi bor. Mirosda, mush viloyatlarda tartibi bor. Tartibi bor ekan, shu tartib bo'yicha valilik saroyati bo'lganini hammasi unutmaydi. Lekin endi boshqasi yo'q bo'lsa, undan keyingilar qilarimda, boshqasi bo'lsa-mu, keyingilar to'yni qo'yish bo'laveramdi degan. Masalan, dadasi bor ekan, lekin akisi buni to'yni qilib qo'yadi. Bo'lamdi bu mumkin. Ma bir masala. Lekin Hanifi mazhabda o'sha bo'laverdi demoqchi. Validan bo'lsa bo'laverdi demoqchi. Ama tafsilat bo'ldi unda. Hanifi mazhabda tafsilat cheganda tartibsiz demdiki. Amma ona walahal khiyaru idza balagat. Ani qizlarni to'y qilib qo'ydi. Lekin balog'atga yetdi bu. Bu yerga yetgandan keyin manfaatini biladigan bo'ldi. Ya, men kishi vaqtimda maqmadoncha to'yni qilib qo'yibdi adam. Yoki valilarimdan birisi. Men hozir mana bu yerga yetdim. Men to'g'ri topmayman. Men rozi emasman, bekor qilyaptimsa, bekor. Cho'ndanim dil bo'lgan bu. Imom Malik rahimahulloh bir xil ko'z qarashmi va boshqa dadasilar ketgan hozirgi buni qaragan dadasilar ketgan qolsa, o'qilmaydigan faqat dadil bo'lish kerak. Ya dadasi bor qizlarning shuni kim yasib qo'yadi shu kishi qizlarni? Dadislar nima? Dadasi ummizda uning chaqda boshqa valilari, boshqalari qilishi boshqa. Lekin dadasi bor ahvolda shu dadasi. Chunki eng ko'ndig'ini, manfaatini ko'z tutgan ekan dada. Bundan boshqa har turli sababni bahona qilib kishi qizlarni to'y qiladi. Masalan, ya uydamda xaval beqotgan bo'lsa, beqishtas qilib biroq to'yni qiladi degan. Ya moddiy manfaat, ya mansab, o'zining manfaatini ko'zlab bilan qizni zayi qilib turadi. Lekin dada unda qilmaydi. Şu Maliki mezhebinde bazı mezhepler ayrıydı. Eğer muş kızlarının dadisi bilen teşkil kızlanmasa, önde ziddiyetler, yani bir işliyorlar, hakkının menfaatini közlemeyen bir akıllığa kalsa, olmaydı öyle. Yani kızın menfaatini közleşmesi. Ne vaktinde sıktıkları? Vekili aşıladığın orada istemiş. Dadı bulmağa ahvalda, ondan kimki velili var. Fakirlerden birisi, ya tağısı diyen. Başvuruk koyarlar, ya çoğun dadısı ya. Hem bir taraftarısının sebebi muaradatu al-umum ilal kıyas. Bunun da bu umum bilen kıyas sizkep kaldı. Ve dedik anna kavla sallasam vel bikru tustamaru ve idnuha sumatuha dedi. Demek bir şey bikru tustamar dedi. Ya tustazan diye rivayet var Bukhari'de. Yaktadil umum fi kulli bikrin illa datil ab. Elleti khassasal icma. Müşahede hazır. Her kandak siz olup kalsa hem umum bu. Takallam dadısı var kız olsa bu icma bilen taksis olup kettirir. Bu dadısı var kişi kız değil mi bu? İcma olganlar şu o. Demek çoğun kız yanı talaştaşlar iste. İllal hilafledi zekernahu. Biz bayan kıygan hilafın başka adıp tukayız hilaf o. Fikril balig zatil ab şunu demek şaşır. وكون سائر الأولياء معلوما منه النظر والمصلحة لوليتهم. Kız aşının velisi de yani bu birbirine veliyendi bu la. Demek başka veliyle mi? Başı tıkkın olan kişi kısıvalığa, ancak köyündüğün, menfaatini közleydiğin bulaş meselesi. Bunda olsa, yucebu en yulhaqu bil abd yadılman. Bunda olan ki dadığı okşaş, ancak dadığı okşaş toyunu kıpıyalıyordun buluş gerek. Keminhum men elhaqa bihi cemi'al evliya. Bunda olan ki, bazı adamlar bütün evliyanın hemmine müşün dairesi geçiripti. Yani Ebu Hanife'ye okşaş, İmam Ahmed bir rivayette. Ve minhum men elhaqa bihi el cedde fakat. Mesela İmam Şafii'ye okşaş. Çoğundadılan bağı onun başkası yoktur. Yennev fi ma'nal ab iz kâne eben a'la. Çünkü bu yani çoğunda da işte ama çoğunda da olan iken bu dadının ornu da çoğun okşaş köyünü de dedi. Bu bolsun Şafii. Ve men kasara zâlike alel ab ra'a enne mâlil ab fi zâlik gayri mevcudun gayri. Hem de İmam Malik dadılan toynak koydu diyen. Bu dadı
Haddiki rahim shafqat, mehr shafqat bu qizning manfaatini ko'zlash bu mazmun boshqa hech odamda yo'q deb qaradi. Unda uni dadlam qildi, boshqa qilolmaydi dedi. Bu Imom Malik. Imma min qiladi anna shar'a khasaw dalik. Yani ya shariat ashunga maqsad ko'rsatib qo'yganlik jihatdan yoki uningki rahim shafqat undan boshqa qilinmaydigan bo'lganlik jihatdan. وهو الذي ذهب إليه مالك رضي الله عنه. إمام مالك قرش مشو. وما ذهب إليه أظهر. إمام مالك مشو قرش جل شلوت مش. وترجيح هذا إمام ابن رشد ترجيح. والله أعلم. إلا يكون هنالك ضرورة. فقط لم بهذا ضرورة طلب قاصر كنا. أيضا سيرف ترمدا يا باش طلب قاصر دم باش كذا وش بولدور مش. البته أذران باش كذا طلب قاصر على كل شيء مسألة لن نقول دامنا. وقد احتج الحنفية بجواز إنكاح صغار غير الآباء. عندها حنفي مذهبته داددم başqalar muş kichik bolalarni qizga o'g'ilni dadidan başqalar to'yniq qo'yish bo'ldi degan mush qarashiga mushu oyatni dalil keltirdi. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. yetimlarda adaletlik chiqmay qolamiz deb insirsanlar, hamda ilonlar. Bu ayetda keldi. Fal yatimu la yantadiq illa ala ghayril baligha. Yetim degan aslida balog'at ketmagan, balog'a ishlatilgan narsa. Demak, shadamda mush kichik yetim balog'at etmagan qizlarga naqchilik qo'yishdan insirsanlar, sizlar balog'atgan boshqa ilonlar yetimni ilib bunda zulm qo'ymanglar degan dedi. Peki ensirmege ahol olsa buldu demekçi. Vel fariqu thani qalu inna ismel yetim kad yantaliqu ala baligatin. İkinci görüp kalımlar yetim diyen söz adette balagat ketken balağa işletildi o. Mesela tusta'marul yetime diyen hadis geldi o. Demek yetime müşahede el baliga allati kanet yetime qablal buluğ diyor. Ve atul yetame amvalam diye ayetin şunda. Vel mustamira hiye min ehlil izni ve hiyel baliga. Mustamira diyen bana uç kırayı elindiğen kız degan ajib balog'at yetgan ijozat turgan salohiyati bor qiz bola degan bo'ldi. Faykunu laflafim sababna undaqda ya talashlar sababdan boshqa bir sabab bor. Bu ishtirak ismi yetim. Yetim degan ismning nechxil ma'ni ifodalaydiganligi. Ma'noda so'z. Shakli bir xil, lafzi bir xil, ammo bir necha ma'noni ifodalaydigan. Mushtarak bo'lib qoldi. Demak, bu yetim degan so'zdir. Burun yetim bo'lib kim balog'atga yetib bo'lganini bildiramdi yoki balog'atga yetmagan ash kichik bolani bildiramdi. Bunda hozir talashlar chiqib qoldi. Ehtimollik bormi bunda? Va ishtirak ismul yetim. Va qad ihtajja aidan man lam yujiz nikah ghayr al-ab. Dadidan boshqasi kichik bolaning nikohini qilib qo'yish bo'lmaydi deb Imom Malik masalan manda deydi. Biqavli salatan tustamur yetim fi nafsiha. Yetim qiz o'zining to'y ishida rayi ilindi degan mushadis. وقالوا والصغير ليس من أهل الاستثمار باتفاق. أما كشخ degan buni rayni oldigan salohiyati yo'q zodi hammalarning qarashida. Unda o'nikan bu yerda tavajjabal man'ade. Ya'ni to'yni qilib qo'ysa bo'lmaydi demoqchiman. To'yni qilib qo'yish bo'lmaydi. Faqat lam dada buni mustasno demoqchiman. Chunki dada buning manfaatini baklam o'zining manfaatini avla bildi. ولأولئك يقولون أن باشقرش كلام من ضد اسمه قبل شدودين إن هذا حكم اليتيم التي هي من أهل الاستثمار ما هو رأي إنغان يتمنه حكمه ما هو يعني بلاغات كي تبغان يتمنه برين يتمنه وأما الصغيرة فمسكوت عنها لكن يتملك عادة تحكيش عادة تبغان يتم بونو مثلا بيان قمده واديس دمك ما هذا ما مسلك شويدين مجندرق ثلاثة أسقط وأما هل يزوج الولي غير الأب الصغيرة يعني كشك بالنا كشك أغل بالنا داددن başka velileri öyle koyalımdı diye mesela gerçek فإن مالك أجازه للوصي İmam Malik bunu vasi ise tapşırılgan kişiye öyle koysa buldu dedi. İmam Ahmed mi? İmam Malik bilemdiler. Ve Ebu Hanife أجازه للأولياء Ebu Hanife kanda veli olsa öyle koyalaydı dedi. إلا أن أبا حنيفة أوجب الخيار له إذا بلغنا. إمام أبو حنيفة وبلغت كأنكن نطلش أركلك بالضوء ولم يوجب ذلك مالك. إمام مالك دمدان. وقال الشافعي ليس لغير الأب إنكاحه. إمام الشافعي دردم باش قدم هنا أولى قيام ما يدود. أجبرون كما تلقوا سلسلم تربطه. أبو الأب ديانته. دادسون نجريك. وسبب اختلافهم قياس غير الأب في ذلك على الأب. بيادة تلاش تاسن سببه دردم باشقا urug tuqqanlarına, velilerine dadısıqı qiyas qılamdıq, oxşandıq, oxşatmandıq. فمن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للأب فيه أن يزوج الصغير min veledi la yucad fi ghayril. İctihad gelmiş adam. Aşı kichik balning manfaatini ko'zlab shunda tirishchanlik qiladigan dadamni. Demak, ayni tirishchanlik qilg'achqa dadaga mayli degan to'q. Endi dadadan boshqa ashunda tirishchanlik, ashunda mehr shafqat, manfaatni ko'zlash bormi? Maga.
Dadıdan başkadan yok mu mezmun dese, dadıdan başkası öyle koyulmaydı dedi. Yani ictihat fi riayeti maslahatil ibn demek. Ve men ra'a ennehu yucadu fihi ecazalik. Yani başkalarımı da okşaş köyünü de dep kargallar. Başkalarımı öyle koyalaydı o dedi. Ve men farraka beyne sagiri fi dalike ve sagira. Yani bazılar küçük oğul ile küçük kızını ayırıptı. فَلِأَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ الطَّلَاقِ اِذَا بَلَغَ. Yani ne için küçük kız oğlundan küçük oğul bağında fark var ise, küçük oğulunu öyle koyar, küçük kız oğlunu öyle koyamaydı diyendek bir nüm oldu o. Mesela İmam Şafii ağının çoğunlarını katkamayanda katmadı yani. Mesela aşında fark kıyıqallar, çünkü erik kişirgen, bana yetip lan, toğur tapmay, atağı kılattığın dıplam, kutulalaydı onun dedi. وَلَا تَمْلِكُ الْمَرَى. Ayal, noklam ben üzerimi talak kurdum diyemegen diken, kızgalık yayın çağda bekirek çanıp dedi. وَلِذَلِكَ جَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهُمَا الْخِيَارَ اِذَا بَلَغَا. Abu Hanife, buna bek direktiler, şimdi de bu özün razılıksız anda. Atağının merşep kılıp köyünüşü bilen boğandı ki, bu özü karaklarlığa vakti kelgen çağda, balat ketken çağda, ixtiyarlık var. Ya kubul kıldı ya red kılıyor tabi. Şu çağı red kıysan, kız olma red kıysan, kulu ünlüdür. Hesap olmaydı. Bu talak bulmuşumuz zaten. Çünkü aşınıge balat ketken çağdaki kararıga muallak koyup koyganday. Şu çağda yak dese, apaştın tasıl yak diyendik, bunda buldu demek. Ve amma mevdu asalis ve huve hel yecuzu aklı nikah alel khiyar mana. İhtiyarlık var bir ay içinde da taraf bakıp anın ya yeni olama ya hesap olaman dediğin ihtiyarlık verilen doğru. Ha, yaşa boğan iken bu ay. Çünkü soğuduğunda bana akitiz olmasa. Akitip, maşinasında motorunu Allah, üç gün işide bana ya, uyan ya, bu yan tapma motorunda ve edip kırıp bakıp, andının kolay diyen tarikada, otoydum oyunda akitiz bulamda olacağız. Bu muydu? Cumhur, emmesi, bu muydu? Fakala Abu Tavr yecuğuz yaptı. وسبب اختلاف تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار منه. Xiyar caiz olmaydigan so'zsatga o'xshamdi yoki xiyar jaiz bo'lgan so'zsatga o'xshamdi. Yani bu so'zsat faqat o'xshamaydi deb turarsak bo'ldi. Ha? So'zsatga faqat o'xshamaydi. Bu so'zsatdan boshqa gap, nikah degan boshqa gap desek bo'ldi. Yani bu so'zsatga o'xshatdi degan chog'da xiyar jaiz olmaydigan so'zsatga o'xshaydi desakmi bo'ldi. Ammo Abu Sa'd xiyar jaiz bo'lgan so'zsatga o'xshaydi. أو نقول إن الأصل في العقود أن لا خيار منه. يعني من ذلك تكمل bu kelişimin toxtamlarda ixtiyar bulması gerek. İlla ma vaqa alayhin nas. Fakat aşı hadiste xiyar kılsan buldu diyenge makul. Bunun başkası asıl kaide bu xiyarlık yok oluş gerek. Şu çağda ya uyan ya uyan böyle kızdı. Ve alel müsbeti lil xiyar addeli. Nikahda ixtiyarlık var. İşte gün içinden ahıl qarab biznes dama deb ixtiyarlık caiz deb qaragan delil olsa ekasi buldu. Bama yok. Ev nekul inna aslan men'al xiyar fil biyo vel garar. Yani bundan tekim oldu. Soğuzsetlikte xiyar ne? Yol koyaş değil. Men'al xiyar nasıl xiyar değil. Yani inna asla al xiyar fil biyo ve men'ul garar. Ma ibaret inna asla al xiyar fil biyo ve men'ul garar. Hatalık var. Demek soğuzsetlikte biz xiyarını ne için yol koygan? Koyulab ketmas üçün. Yani beklamalıkta, karangılıkta derse, favla ziyan tatmas üçün. Mesela bir narsını aldık. Ağın çağda biz bağını tazı okumayımız, bazarını okumayımız. Ağın ki ben işkin işi demişim, yeni vasıtan bulup cuma mısın? Ertesi dadam unumusa ya akam unumusa ya indirip ekepirmen cuma da koysak oldu. Çünkü bu soğudu biz küçük koygan bolsak, öylükünü unumaydı. Tamam, biz bazarını okumayalım ki. Asli soğududa aşını yol koyasın maksat, aslında ziyan uçurak etmezlikti. Karangılıkta destemezlik. İbarede sanırım bak. Bu garar mı? Garar. Aldınıp kitiş, karangılıkta desteş, katarga ulukuş yani. Demek soğuzsetlikte ne için xiyar yol koyangan desek, aldınıp ketmez için. Çünkü aldınıp ketken bolsak bu ertesi güvendirpimiz yani. Ama vel enkihatu la garar fiha. Nikah degende unda aldınıp ketiş yok deydi. Adette aldın kesiş yok oluş gerekli. Çünkü bir adamın kilip lan mesela, toyuklamanda şu bir saatini sırlam geçirdiğinde toyuklamanda şu. Bir hafta, bir ay karşı tarafından avanı gelip, eniklap, anladın kıldı var ya. Yenel maksuda biha el-mukarama lel-mukayese. Çünkü nikahın maksat ya da izzet ikram kılıp, ama kızını birip, kıyol kılıp, bunda hürmet kılıç ibaret. Lakin ya da baha talışıp, bunda usuluk kışırtıp, Erden edilmiş diyendek yapılmaydı. Mukayese, kıyaseden çıkan mukayese. Soğuzsetlik bilsek, hiçbir taraf, ne usuluk şıkkımız var mı? Kandak kılıp uzunluk erden ele olay deyimiz, kaçlarımız kandak kılıp zıkırak kımmet olay deyip, ne direklik bilen, ne kıldık mukayesegen, şu an ne birbirine usuluk şıltış. Yani, istemalı fıtna, kıyase, fıtbaya ve şiralımız. Mumakese tek mıdır?
mumakasa. Batılış. Ve li'annel hace lil khiyari ve ru'yeti fin nikah aşed minhu fil buyu'. Mesela ru'ya mesela raviye oluş gerek. Sizinki de kandak ya? Ru'ya eken onu demek. Çünkü bir yerde nikahda sosyal karan çağda ihtiyarlık ve raviye diyen uzun tutuluş, toktuluş singe. Ru'ya diyen kıraş. Raviye desek toktulup, aldırmay, sanmaksızlar noktasın. Demek mesela minhu diyen sözden nima? Bu yolda eşed demekçi. Bu yolda ihtiyarlık göre kılış, aldırmayarak toktulup kılış ki ihtiyaç çoğun değil. Ama nikah degende biz zaten aldırmaya toktulup andın nikah kılınge. 5-10 minutlarında kara kıldan nikah kılınca şunmaydı. Ve amma taraful kabul min ahad tarafayn anil aqd. Ama kabul namda tarafның birisinden bu icab kabul hal kim bo'lib qaptın. Bir vaqt o'tgandan keyin bir arliq bo'lib qaptı. Fa ajaza malikum min zalika taraful yasir. İmam Malik azraq bir vaqt o'tib qolsa mayli debdi. Ve mana qavmun ve ajaza qavm. Ba'zilar faqat bo'lmaydi, ba'zilar bulardi debdi. Ve zalika mesela yunkihal valiyu imratan bighayrinna. Mesela bir vali bir ayolni ruxsatini olmaylan birisini nikohga beribdi. Bu ayolga bu xabar yetgan chaqda mayli dadam va akamning to'yini qilib qo'ygan bo'lsa, hisob ashu debdi. Shunda avvaldan bu yerda hisob degan sizda bir yarim kun yo bir soat o'tgan uni. Bunda arliq o'z bo'ldi dedi. Va mimman manahu mutlaqan Shafi'i. Imom Shafi'i mutlaq cheklab turdi. Ya arqalar chiqqan bo'ldi dedi. Va mimman ajaza mutlaqan Abu Hanifa va ashabu. Abu Hanifa va shogirdlari bular urdi dedi. Kechiksinmaylar. Va tafriqat baynal amri at-tawil wal qasir li Malik. Va tafriq baynal amad desanlar kerak. Amr emas, al-amad. Amad dallan, ra'ni dal o'zgarsa. Demak bu yerda qisqa muddat bilan uzun muddatni ayiradi deydi İmam Malik. Ve sebebi xilaf hal min şartil in'iqadi vujudul qabuli min al mutaaqidayn fi vaqtin vahid ma'an. Hem ya talashlar sabab bo'lgan narsa bu yerda nikah bo'lishi shartining ichida qabul bilan ijab ikki tarafning ma'qulligi shu bir vaqtda bir o'rniga bo'lishi kerakmi? Tushib kirish kerakmi yoki unda shart emasmi? ومثل هذا الخلاف أريد في البيع مشون وخشش تلاش تاتش so'zsetdim bor endi. Oldim desa, yoki mana sizga sotdim desa, ma'qul oldim deganni 20 soatdan keyin aytsa desa, bu endi bo'lmaydi. Mesela u yerda sizga sotdim 5000 ko'yga deb. Bu odam lekin u javobni shu chog'da bermay, o'rgatib maslahat qilib, bazani o'qishib, xotinning maslahatini berib, aytsa, sizga bunda deganlar oldim desa hisob bo'lamanmi? Şu çap demegenlik için hesap bulmamda ya ki az gibi adir mi hesap mı? Yani sosyetliğim bunda talaş tartışma değil. Vallahu alemu bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.